Homiladorlik davrida estrogen va progesteron gormonlari ta'sirida ko'krak bezi kattalashadi, sut yo'llari kengayadi va sut kanallari sut ishlab chiqarishga tayyorlanadi. Emizikli davrda esa prolaktin gormoni sut ishlab chiqarishga javob beradi, oksitotsin esa uni ko'krakdan ajralishini ta'minlaydi. Emizikli davr yakunlangandan so'ng ko'krak bezi yana ko'plab o'zgarishlarga uchrab ortga qaytadi. Buni fan tilida involyutsiya deb ataladi. Mazkur murakkab jarayonlarda ko'kraklar go'zalligini qanday saqlab qolsa bo'ladi? Avvalambor, homiladorlik davrida sport uchun mo'ljallangan maxsus topiklar taqing. Uni kechayu kunduz taqishni odat qiling. Matosiga e'tibor bering, tabiiy bo'lsin va ko'kraklarni qattiq siqmasin. Tabiiy moylardan, ya'ni kakao, kokos, bodom moylaridan yoki gipoallergen kremlardan foydalaning. Bu bizga nima uchun kerak? Fan tilida striya deb ataladigan xunuk ko'krakdagi chiziqlarni oldini olamiz. Ularni davolash ham, ketkazish ham juda ham qiyinchilik tug'diradi. Mashqlar bajaring. Bu kuchsizlangan mushaklar va teri tonusini yaxshi oshiradi. To'g'ri ovqatlaning. Kollagen, oqsillar va vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlar ham teri holatini yaxshilaydi. Va eng muhimi, o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling. Ko'kraklar go'zalligini saqlab qolish bu eng muhim masaladir.